Assalomu alaykum, Makler Akmal. Yana sizlar bilan bugun shanba kuni keldik. Sal kechroq kelib qolman. Soat 2 bo'lib qoldi. Ertalab kelishim kerak edi, lekin uy ko'rsatib ko'rishlarim bilan qolib ketdi. Bozor yana ozgina hovlab qolgan. Shu imkoni boricha shu obedgacha kelib ishlarni bitkazib ketinglar. Obeddan keyin faqat shu tirikchilikda yurganlarni topasizlar. Obedgacha kelsanglar dehqonlarni haqiqiy uy olaman deb chiqqanlarni, haqiqiy uy sotaman deb chiqqanlarni topasizlar. Mana bu bozordagi holat, hozir ichkarida sekin ko'rib chiqamiz. Ichkarida nima gap? Kimda qanaqa takliflar bor? Qaranglar, kechagina uy joylashtirdimda. Kechasi soat 12 da joylashtirdim. Kecha juma kuni qo'yib ketgan uyimda hozirgi holatda 2000 ta prosmotr bo'lgan. Juda zo'r natija. Kechani o'zi aytdim, 50 ta ham odam yo'q deb aytdim, lekin 2000 ta prosmotr. 2000 ta prosmotrdan 10 tasi menga savol yozganlar bor. Hozir o'tirib Rustam aka bilan savollarga javob beramiz. Hozir birinchi men ichkariga kirib analiz qilib chiqdik. 3-4 ta uy sotiladigan uylarni egalaridan uy topdik. Hozir sizlarga o'shani reklama qilib beramiz. Assalomu alaykum. Uy sotayotgan ekansizlar. Bitta mikrofonni sizga beraman. Mikrofon sizda turadi. Bir afishani olsam bo'ladimi? Olinadimi? Yo'q, o'zini qog'oz menga bera olasizmi? Qog'oz o'zini. Uzatingchi. Mana. Qarang, menga savol beraman, javob berib turasiz. Qaranglar, mana shu joy. Yo'q, shunda yoningizga. Shunda yaqinroq gapirsangiz bo'ladi. Mana shu joyni xohlasangiz skrinshot qilib oling, xohlasangiz mana shu uy haqida hozir sizga ma'lumot beramiz. Monitor tepasiga ham yozib qo'yaman. Uy sotayotgan ekansizmi hozir? Ha, uy sotyapmiz, o'zimizniki. O'zingizniki. O'zimiz uchastka. Rosa yaxshi joyda. Nechinchi yil qurdi? 2010 qurilgan. Unaqa ko'p bo'lmagan, ha. Tak, remont qanaqa? Holati qanaqa? Nechta xonasi bor? 5 ta xonasi bor. Hammasi pishog'ichdan katta qurilgan. 320, 340 balandligi. Bali, patologlari baland. Patologlari, ha. 5 ga 5 uylari. Ana hovlilari 11 metr anaqasi. Fasadni. Ha, fasad. Judayam yomon emas, judayam anaqa joy dahshat qurilmagan. Deb ko'rsa yashasa bo'ladi kirib. Men hozir yashayapman. O'zi yashayapsiz. Dokumentlari hammasi joyida. 3 kishi yashayapmiz. Ha, 3 ta oila. Podvollari bor. 2 ga 20 podvollar. Hamma o'yin podvol. Yangi hayot Sergeli 3 degansiz. Orientir nima bor? Sergeli 1 da. Ha, Sergeli. Orientir nima? Do'stlikka qaytib ketishdagi 10 qo'ldagi uchastkalar. Uchastkalardan, ha? Yo'lga yaqinmi? Yo'lga yaqin. 4-uy bizniki. 4-uy sizdan. Mana katta ko'chadan 4-uy bizniki. Tushunarli. Siz buni qancha duvot dudingiz, qancha qilib berasiz? Hozir men o'zi buni bu yerga qo'yganimda 420, 410 deyishgan ekan. Men hozir srochno o'zim o'yin bo'lgani uchun 240 kelib yana gaplashamiz, kelishsak. 240 dan yana kami bor deb Ha, kami bor. Xudo xohlasa. Qaysi nomer sizniki? Qaysiga aloqaga chiqsin? Ruchkada yozib qo'yibman. Ruchkadagi mana shu nomer 70 197 45 57 ga. Ha, mana shu. Uy rasmlarimi bu? Bu uyim rasmlari, mana orqasi bo'ladi. Qani, kelinglar mana hozir birgalikda hozir ana fantaziya uchun mana qaranglar. Mana bu fasad qismi ekan, bolaxona qo'shni ekan bu. Mana fasad bo'lyapti. Mana ichkari hovli bo'lyapti. Ikkita rasm ha yoningizda. Orqada bor hovli o'zi. Ha, mana qarang. Mana bular to'rtburchak. Hovli ham ekinlari zo'r ekan. 4,5 sotuq. 4,5 sotuq. To'rtburchak. Uy zo'r. O'zi 6 sotuq. Asli 6 sotuq. Ikkitasi bizda. Ikkitasi bizda. Yarim etaj uchastkamiz. Bolxonasi bor. Xudo xohlasa telefon qilishadi. Ismingiz nima edi? Said opa. Said opaga telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Bola, yaxshimisiz? Mikrofon berib turasizmi? Sizlarga bersak. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchaysizmi, tuzimisiz? Hormang issiqlarda. Berib turing, mana shu berib turasizmi menga? Oling. Rasmi ham bor. Rasmini ham ko'rsatamiz. Qaranglar. Rasmi bor. Bu metro Do'stlikka. Do'stlikka qanchalik uzoqlikda? 200 metrcha. 200 metr. Yaqin ekan-da. Yaqin, ustida. Metro atrofida uy so'raganlarga yaxshi taklif. Buni qachon qurdingiz yoki qachon oldi? 4 yil. 4 yil o'tdi. Maktab bog'chalar qanaqa? Remont qanaqa? Remonti Euro remont. Aha. 115 ming so'rayapsiz. Hujjatlarda qanaqa? Hammasi to'liqmi? Hujjatlar hammasi to'liqmi? Hammasi to'liq, kadastrlari bor. Ko'chirmalari bor. Mashinaga ham joy bor. Mashina qo'yishga joyi bor. Joy bor. Issiq,
Uy issig'i? ikkita kotyol, Hozir zo'r. 2 etajlik, ikkita kotyol, 2 etajli, kamchiligi yo'q. 5 ta xona. 5 ta. Sizga hujjatlari joyida, zo'r. Oshxona bilan 6 ta. Tepada 3 ta spalni, Aha. 6 ga 8, pastdagi zal, tepada ham xuddi shunaqa xona. Ha, mebel O'rtada texnikalarni tekis. qoldirasizmi, olib ketasizmi? Qoladi, u yasatib qo'yganmiz-ku, uni olib ketib bo'lmaydi. Ha, 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 tushunarli. yasatilgan. Tushunarli. Oshxona anaqa mebellari. Ha. Hamma yoq kafel. 115 ming yozgan ekansiz. Buni Ha, kami bormi? 115. Kelishtirib berasizmi? Ha, kelishtiramiz. Pastdagi nomer kimniki? Maniki. O'zizniki. Ha, Metro atrofidan metroni ustida. uy so'raganlarga yaxshi taklif. Yashnobodskiy rayon bo'ladi. Aha. Eski Duboviy bo'ladi. Hozir Duboviga yaqin. ha, eski Duboviyda. Duboviy. Texnopark ham bo'lib ketgan. Hozirgi xalq tilida do'st ko'pchilik bilmaydi. Metroni ustida. Bivshi Tapoch orqa tarafida. Yashnobod. Maktab bog'chalar yaqin. Ha, yaqin. Hujjatlar joyida hozir. 115 ming yevro remont Aha, kami bor. kami bor. Ismingiz nima edi? Santala to'pa. Santala to'paga telefon Mana shu qilaverasiz. nomer. Maniki ham mana maktab bog'cha shunday. Yaqinazda? Yaqin, ha. Sentir bo'lib qoldi hozir yaxshi. Yaxshi. Qo'ni qo'shnilar qanaqa? Hammasi yaxshi. Yaxshi. Maniki ham bo'lsa zo'r. Zo'ra? Mana boyvachchalar turibdi. Mana shu rasmi. Mana Ha, orqada rasmini mashina ko'rdik. qo'yishga, ha, bo'ldi. Ha, siz ham bormi Qibray? Qibrayda uy so'raganlar bormi oramizda? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Men mikrofonni sizda bo'lib turadi. Shunga yaqinroq gapirsangiz, buni o'zini berib qisqichni olib berasizmi? Qani yordamlashaylik sizga. Ha. Qarang, Qibray tumanida qatga yaqin mo'ljal nima? Markaz. Markazda. Aha. Tuman markazida shundoq. Qibray Rovo desini bilsangiz, shu ko'chani bu tomoni. Yaqinroq gapiring. Ya Qani, mikrofon yaqinroq. Kirchikka ketaverishda chap qo'l tomonda ko'chani ichi. Ko'chani ichi. Katta yo'lda emas. Yo'lga qanchalik uzoqda? Katta yo'lga dan bir 100 metrcha Ichkarida. Ha. Buziladigan joy emas. 3,5 sotik bo'lsa, 4 ta xona. 4 ta xona, lekin men yer hisobida. Yer hisobida sotyapsiz. Mahalla qanaqa? Qo'shnilar, ko'chalar Alloh to'liqmi? Yangi mahallami, eski mahalla? O'zim 3 ta uy tepada Ha, turaman. yo'q. Xonani o'ziga men qo'shni bo'lar ekansizlar. Kanalizatsiya, suv, svet Bor. qanaqa? Sentralning hammasi yaxshimi? Bor. Bor, ha? Va hali o'chib qolishlar, Yo'q, bu uyda kanalizatsiyaga truba ham tashlab qo'yilgan. ha, yam Lekin alohida hali bor. ulanmadi. Ha. Lekin truba o'sha qazib Ha, kirgizilgan. Ha. Rejo ya, monitor. Montajlayapmi rejo? Eski uy bo'lgani uchun, eski Aha, aha. bo'lgani uchun Yer hisobida sotyapsiz. Qancha so'rayapsiz? Narxini yozmabsiz bu joyga? Ha, so'ra nima yozmadim, Aha. 76. 76 ming. 76. Shu 3,5 so'tga 76 ming so'rayapsiz. Hujjatlar qanaqa? To'liqmi hammasi? Mani nomim. Ipotekaga qo'yib, zavodga olib, Yo'q hali. bunaqalar hammasi joyida, to'liq. Zapretlar yo'q, ha? 80 ham demayman. Ha, 76 ming. Qaranglar, zo'r narx yer hisobida. Qibrayda uy so'rayotganlar. Mahalla nomi nima dedingiz? Tokzor. Tokzor. Tokzor, ha? Tokzor 16. Tokzordan. Mo'ljal Rovoda ekan. Qibray Rovo. Telefon qilaverasizlar. O'zi nomeringiz bu? Bu o'zim. Ismingiz nima edi? Shoira. Shoira opaga telefon qilaverasiz. Qaranglar, xudo xolasa YouTube'dan men orqali sotilib qolsa, suyunchi bormi menga? Ha? Ha? Xudo xolasa. Beramiz. Bo'ldi. Telefon qilayotganinglarda Makli Akmalni oldimda telefon qilaverasizlar. Mana Tehqondan o'zligidan telefon qilaverasizlar. Uylar iloyim sotilib ketsin, xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Ha, xudo xolasa. Yer hisobida sotilsa, yaxshi. Shunday maktab ham bog'cha ham yaqin. tushunarli. Imkonlari ham Xudo xolasa sotamiz. Xaridor bor. Har bitta uy o'zini xaridori bo'ladi. Sotamiz xudo xolasa. Sizga reklama ko'ramizmi? Da, mumkinmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sihatingizni? Navbat tura olasizmi? Ha, mikrofoningizda bo'lib tursin. Qaranglar, qaysi birini bir chekkadan qilamiz? Birinchi buni, bu. Sergeli 6A dan uy so'raganlar bo'lsa, 2 xonali, birinchi etajli uy. Novostroyka bu. Novostroyka. Tak 48 kvadrat metrli mebel va texnika qavoti. Nima mebel texnikasi bor? Oshxona mebeli bor, Aha. konditsioner, Холодильник, стиралка. xodimlik bor, stiralka bor. Bor, qarash. O'zingizda Ha, 58 ming boshlang'ich narx, kami bor, kelishtirib berasizmi? bizning gaplashgan joy bor. Gaplashing joyi. Remont qanaqa? Remont yaxshi kirib yashadi. Yashashga tayyor, ha? Ijaraga qo'ysa, qanchaga ijaraga qo'ysa bo'ladi bu uyda? 400 dollarga kamida 400 bo'lsa bo'ladi. 400 dollarga bemalol qo'ysa bo'ladi, ha? 500 gacha bo'lsa bo'ladi. 500 ga olib chiqsa bo'ladi. Yana mebel texnikasi yangilab bersanglar, xudo xolasa buni olib chiqsa bo'ladi.
Ha, tak. İkincisi mi? Ikkinchisi Sergeli Yangi Darxon. Yangi Darxon bir bor ekan, Yangi Darxon ikki bor ekan. Yangi telefon bir. Bir bu birga kiradi. 3 xonali 10 etaj, 10 etaj, 16 etajga dom mana. Bu ikkalasi ham o'zingiznikimi? Ha, o'zimizni qarashtirdik. Yangi qurilgan uylar ta'mirlangan 75 kvadrat. Mebel texnika qolar ekan. Qancha duosiz qancha qilib berasiz? 68 yil o'tdi. Azimi kelishamiz. Uni ham kelishtirib berasiz. Ipotekalar yo'q, kreditlar yo'q. Yopilib To'liq to'liq, turibdi. to'liq. Xaridor kelsa to'g'ridan to'g'ri Ha, o'tkazib to'g'ri, berasiz, to'g'ri. muammosiz. Xudo xohlasa. Ikkalasi ham o'zi telefon qilsa, ikkalasi uy bilan ma'lumot beraverasiz. Ismingiz nima edi? O'tir. Botir akaga telefon qilaverasizlar mana shu nomerga. Rasm lokatsiyasini Telegram yozsangiz tashlab beradi, xudo xohlasa. Botir aka, iloyim sotilsin, biz orqali sotilib qolsa juda ham xursand bo'lardik. Rasmi ishlarda bor. Bo'ldi, qo'm bo'ladi. Imkon qilamiz ekranga chiqarishga, bo'lmasam bitta yana bitta nomer yozib qoldiraman shu Qibray uy bo'yicha. O'sha akaga aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi. Ammo bozor aylanamiz yana. Mamutda bizni chaqirishyapti. Mamut yana bitta taklif bor ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchaysizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Bozor bilan qalaysiz? Charchab qolmadingizmi? Nima taklif bor bizada? Ham puli yumshoq bo'lsin, ham tez sotilsin mashina. Mikrofonda bo'lib tursa, savol bersak javob berib turardingiz. Muxtor Ashrafiyda. Muxtor Ashrafiyning o'zidanmi yo ichkari shumul segaradotdanmi? Yo'q, ichkariga o'tmang. Bozorga bir astronomga. Bozorga bir astronomga, anunda. Muxtor Ashrafiyni resmiy bozorga yaqin. 3 sotik 4 xona, 60 mingmi? 60 ming so'ralayotgan ekan. Kelishtirib berasiz. Uy haqida ma'lumot bering. Remont Eski ya, uy, eski uchastkalarda. ha. Yer hisobida Yer bu ham, hisobida yer hisobida. Qarashu. Uy qurib, bizni qurib uy ko'taraman deganlarga. Sergelidagi uy bo'yicha ham Sergeli men bor. Sergeli. Ko'chira olmayman men. Bo'ldi. Qaranglar, indeksda mana shu joyni skrinshot olinglar yoki shu uy bo'yicha bularga telefon qilsanglar bo'ladi. 50 mingga. 50 mingga bir 3 sotik 3 xon 50 ming. Kvartira. Yangi qurilgan uy. Ana, Kottej. dom kvartirani puliga. Zo'r. Bu yerda hamma variant bormi, aktuallimi? Hammasi bor. Manbi ham bor, Nazarbi ham bor, arzon. Ana. Qaranglar, sizlarga bir dunyo uy. Buam turibdi. Bir dunyo uy. Yunusobod, Nazarbek, Turkiston, Sergeli, Xonobod, Domlam, Xonobod hammasi bor ekan. Agar u kim uy sotaman deb qolsa, sizga murojaat qilsa, xuddi shunaqa qilib, reklama qilib sotib ham beraverasizmi? Mana. Uy bozorga kelishga erinayotganlar yoki kelishga vaqt topolmayotganlar, mana shu nomerga telefon qilib, o'zingizlar nomerlarni chatga qoldirib, xudo xohlasa sotsanglar bo'ladi. Ismingiz nima edi? Ozoda. Ozod opaga telefon qilaverasiz. Kattakon rahmat sizga. Yana bu taklifingiz bormi? Hozircha shu. Biz bozorda 1 soat bo'lamiz. Kimda taklif bo'lsa, aytaverasizlar, qaranglar. Maklerlarni ko'ryapman. Ko'pchilik tushgisi kelmayapti videoga. Video orqasida, kadr orqasida turib ham mikrofonni beraman, o'zingizlar gapirsanglar bo'ladi. Yuz qiyofat tushish shart emas. Yoki tushinglar, ochki beraman. Cho'ntagini ochki bor, ochkini taqib suhbat qilsak ham bo'ladi. Hozir menda yana zo'r variant bor. Qaranglar, faoliyatimizda faqat uy sotish emas, uy olaman deydiganlar ham bo'lsa, o'sha meni ko'rib qolsanglar, kelinglar, suhbat qilamiz. Siz qayerda uy qidiryapsiz, necha xonali uy qidiryapsiz, qayerdan qidiryapsiz, lokatsiya qanaqa bo'lsin, puli qanaqa bo'lsin, naqdgami, ipotekagami yoki Chers bank emas, misol 90% ni to'lamay qolgan 10% ni egasiga bo'lib ham beraman desanglar, uni notarius orqali tasdiqlatsa ham bo'ladi. Ularni ham gaplashaveramiz. Demoqchi bo'lganim, oluvchi bo'lsa, kelinglar, suhbat qilamiz. Hozir bizga taklif qilishyapti, qaranglar. Продается Sergeli 2. Skrinshot qol. 68 kvadrat. Ayting. Kottej 68 kvadrat. Bu yer hisob 2,5 sotuv, lekin kadastr kirmagan. Narxiga yarasha zo'r. Yevro remontlik mashina kiradi, огороди ham bor. 68500 atiga. Bunga Sergeli orientir Sergeli Roverdan oldi. Bu metro 4 va 5 bekatning oralig'ida, lokatsiyasi juda ham yaxshi.
narxi ham zo'r. Kadastr hujjatlar joyidami? Hamma joyida kadastr hujjat hammasi shu narxni bilan qilsa bo'ladi. Domdan ko'ra ancha yaxshi. Bir etajli mashina kiradi, zeleniy zonasi bor. Uchastkani hisobida. Boshlang'ich narxim kami bormi? Ozgina o'tib beriladi. O'tib beriladi. Хорошо. Mana yana variant taklif qilishyapti. Aha. Mana mikrofon zavod tursin, savolga javob aytib turasiz. Aytingchi, kottej. Katta soatlari 5 qarosh taqachida. Aha. 2 sotu, besh xona. 2 sotu 5 ta xona, remontli, 2 etajli, 2 ta sanuzuli bor, mashina kiradi, hovlisi bor, ko'chalari keng. Kiradi, yashaydi. Hujjatlar qanaqa? Hujjatlar 100%. To'liq, ha? Ha. 150 ming boshlang'ich. 150 ming startoviy. Aha. Kelishadi. Kami bor. Kami Bu bor. sizning nomeringiz. To'ppa-to'g'ri. Botir akaga telefon qilaverasiz. Mana shu joyga skrinshot qolsangiz, Bo'ldi, yoki rahmat. telefon qilsanglar. Rasm lokatsiya tashlab beraverasizmi Telegramdan? So'raganlarga Ha. tashlab berasiz. Ha, o'z-o'z, zo'r. Mana shu taklif kimga bo'lsa, ma'qul bo'lsa telefon qilaverasizlar. Faqatgina uy so'raganlarga. Qaranglar, hozir uylar makoniga keldi. Shunaqa variant ko'p. Ishonaman, bu yerdan siz o'zga bitta variant topib chiqib ketasiz. Qaranglar, variant, uy. Да, получается. Здравствуйте. Здравствуйте. Ochkina ayting, Irina. Qaranglar, uylar, Chilonzor, Ipodrom, Olimpolvon, Chilonzor 13, hamma joyda uy bor. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас звать? Меня зовут Анна. Anna opaga keldik. Anna opani oldiga kelaverasiz. Bozorga kelsanglar, chap qo'l pavilyonda o'tiradilar. О, какой свежий. Так, вот смотрите, Вариант срочный есть. вариант. Кирпичный дом, 13-й квартал, ориентир Фаркадский. Двухкомнатная, 54 квадрата, 54 500. 54 отдадим, срочно продается. Qaranglar, Farqatskiy Chilonzorda, Farqatskiy Tehqon bozor yonidagi uy. 2 xona, buni bilasizlar o'qishi, qarang 54 500, 54 ga beraman deyaptilar. А документ как им состояние? Все в порядке, Всё в порядке? да, поэтому обращайтесь по моему Telefon номеру. qilaverasiz Anna opaga. Pastdagi nomer, Anna opaning nomerlari. Это ваш номер. Да, пожалуйста. Так, Чипаната, напротив второго квартала, трехкомнатный кирпичный дом, 66 тысяч, балкон 2/4. Уступка имеется, обращайтесь. А там сколько квадратов, знаете? Там 65 квадратов. Kvadrati qaysi $1000 to'g'ri kelyapti. 2 ga 4 balkon. 3 xona, komnata раздельный. Комнаты смежно-раздельные, кирпичный Ikkita дом. xonasi ichma-ich, bittasi alohida bo'ladi. Да. Теперь у нас продается, значит, ресторан. Мирабадский район, улица Сорокулька, первая линия, фасад 25 метров, парковка 3,55 сотки. Разрешение имеется на застройку пятиэтажных зданий. Действующий ресторан 370 тысяч. Уступка имеется, обращайтесь. Qaranglar, hozir dom qurishga ruxsatnoma olish juda qattiq nazorat olingan, lekin bularda ruxsatnomasi bor ekan dom qurish uchun 5 etajliga. Siz faqat bu yerda uy sotib olmaysiz. Birinchidan liniya sotib olasiz, lokatsiya sotib olasiz. Ikkinchidan hujjatlari hammasi joyida. $370 ming, yana kami bor. Bu yerdagi variantlarni hammasi bu yerda qarang, bir-biriga nisbatan konkurenti. Bu yerda narxlar boshlang'ich narx boshqacha yoziladi. Narx bir-birini sindirib, oxirgi taqalgan narxiga keladi. Undan ham yana o'tib beradigan joylari borda. Mana uy qurib sotaman deganlar bo'lsa, 5 etaj, 4 etaj mo'ljallayotganlar bo'lsa, lokatsiya, Severный vokzal shuning orqasida. Zo'r taklif. Янгиюльский район, ориентир Тичлик. Значит, там Куштыпа Махаля 3 сотки, фасад 10 метров, коробка. 37 тысяч, уступка еще чуть-чуть имеется. Yangi yo'llar bormi yoki yangi yo'lni so'raganlar bormi? Qaranglar, korobka holatidagi 3 sotik uyimiz sotilyapti. Там сколько комната? Знаете, Там или нет? получается только это коробка. Коробка, да? Xo'p, korobka holatida ekan. Qushtepa mahalla, ориентир Tinchlik. Istaxonov ekan. Pastdagi nomer telefon qilaverasizlar. Там же Янгиюльский район, значит, 8 комнат. Там 13 соток, угловой, фасад 40 метров, 75 тысяч, 8 комнат. Уступка имеется. Qaranglar, bu ham Tinchlik mahalla ekan, menimcha yaqin. Borsanglar, ikkalasidan ko'rib ketsanglar bo'ladi. 13 sotik uy uglovoyda joylashgan ekan. Uchastkalar uglovoy juda zo'r bo'ladi. Domlarni tartibvoy sal sovg'roq bo'ladi, lekin uchastkalarda zo'r ketadi. 75 ming. Fasadni o'zi 40 metr. O'ylab olsan, fasad 40 metr. Nechta katta tushirib olsa bo'ladi. Uy quraman desanglar ham zo'r.
8 ta xonasi bor. Dokument все готово. Все, да, все в Zo'r. порядке. 75 ming boshlanishlar, 8 so't. Так, и вот у нас очень интересный вариант. Чиланзарский район, улица Чербок, ориентир Алин Павлон. Polvonda. Так, значит, фасад 15 метров, 6,7 сотки, 8 комнат, мебель, техника, 155 тысяч. Уступка имеется. Ipodrom bozorda bozorchi akalarimiz bo'lsa, bu safida Chinni bozorda yoki o'sha atrofda uy so'rayotganlar, qiziqayotganlar bo'lsa, sklad qilib tashlab qo'yaman deydiganlar ham bo'lsa, agar oramizda 6-7 sotkga joylashgan 8 ta xonali. Yashashga ham zo'r. Endi ko'rasizlar. Gaplash mobaynida o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. 155 ming sotkiga nisbatan zo'r. Telefon nomerlar, telefon qilaverasizlar. Orientir Olim Polvon. Ichkariga kirganinglarda mo'ykani orqasida kafe bor ekan, garovska kamlar hammasi bor. Garovska hammasi, kanalizatsiya bor, gaz svet hammasi bor. Telefon qilaverasizlar. Еще какой вариант есть? Или что у вас? Ну, вот это пока у нас самое Да? срочное, так обращайтесь по нашему номеру, вариантов очень много. Shuncha mana, qaranglar, shuncha variant. Bu hali ulgurganimizda, bugunga tayyorlab qo'yganimizda har kuni bizada baza deyiladi. Bu uylarni hamma yig'indisi baza deyiladi. Baza bizada har kuni aylanadi, yangilanadi. Telefon qilib maslahatlashib tursanglar bo'ladi yoki siz qanaqa uy qidiryapsiz. Telefon qilib so'rasangiz, sizga yaxshi variantdan taklif qilib o'ziga tashlab turish ham mumkin. Bozorga chiqazmasdan to'g'ridan-to'g'ri o'ziga yo'naltiradi. Agar maqsadingiz jiddiy bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz bilan ham shug'ullanib, o'zingizga uy olib berib qo'yaveradilar. Telefon qilaverasiz. Uzoq yillik stajga ega xonimiz telefon qilaverasiz. Xudo xohlasa sizlarga chin ko'ngildan yordam beradilar. Bozor aylanamiz, yana chaqirishyapti, taklif qilishyapti. Variantlarni sizlarga ko'rsatamiz. Вам огромное спасибо. Вам тоже спасибо, приходите. От нас, если что, вам звонят, будет скажет от меня. Makler Akmalni oldim desanglar, sizlarga chin ko'ngildan yordam beradilar. Xo'p, qarasha. Yuramiz. Qaranglar, hozir bizga yana bitta taklif qilishyapti. Zo'r variant bor deyapti, srochniy variant ekan. Qo'yiluvda, ko'ryaptimi? Qumaruvda. Sergelinskiy rayon bo'ladi. Yangi qurilgan uchastka 2 sotkga joylashgan, g'ishtdan qurilgan 6 ta xona. Tayyorgina 2 etajli podval ham bor. Ikkita sanuzeli bo'pti, 180 kvadrat metrlik. Yashash maydoni 180 kvadrat ekan. Narxi qancha ekan? 85 ming. 2 etajli 180 kvadratlik 85 mingga zo'r va shu zo'r variant. Buni nomerini qayerda olamiz desanglar, mana nomeri. Mana screenshot qilib olinglar, mana joyga yozib olinglar. Bu yerda yana bitta variantlar bor, qaranglar. Mana qaranglar. Mana shundoq screenshot qilib olinglar yoki videoni pauza qilib olasiz, o'qib chiqsangiz bo'ladi. Kimga qaysi variant yoqsa, telefon qilasiz mana shu nomerga. Ikkita nomer. Bularning orasidan bitta mana sotilgan. Qolgani aktualniy, qolgani jonli turibdi, sotamiz. Ozgina ma'lumot berib o'taman. Qarang, birinchisi bo'yicha 2 xona, birinchi etaj, 4 etajli dom, 1,5 balkon. Zerikanli variant ekan. Zerikanli bu degani zal bilan spalnini kvadrati bir xil, birga bir, ikkalasi bir xil bo'ladi. Yevro remont 55 ming, 68.500 kami bor. Hammasini xat hujjati joyida, ko'chirmalari, kadastrlari hammasi tayyor, zapret, mapret, taqiq, zalog, podzalog unaqa narsalar yo'q. To'g'ridan-to'g'ri telefon nomeriga telefon qilib olib sotib qolsanglar bo'ladi. Tak, Qoraqamishda uy bor. A'lo to'yxona, ko'pchilik biladi, 2-2 2-6 balkon, 58 kvadrat. G'ishtli dom adashmasam 68.300. Uni ham kami bor. O'rikzor rezidensiyadan, Novostroykadan uy so'raganlar bo'lsa, bozor atrofida uy so'raganlar bo'lsa, yevro remont uyimiz bor. 3 xona, 2-etaj, etaj ham zalotoy. Uyga chiqib ketaverasiz. 75 kvadratli, narxi 75 ming dollar. Yevro remont. Hozir o'tda korobkani adashmasam 8-9 dollardan so'rashyapti. Yevro remont, под ключ. Kalitni olasiz, kirib yashaysiz. 75 ming. Itoy o'tadigan joyi bor. Hozircha shu bizada. Bu to'g'az ko'pchilik menga notanish. Xudo xolasa yaqin kunlarda tanishib olamiz. Variantlar bo'ladigan bo'lsa, taklif qilaveringlar. Tekinga reklama qilib beraman, tekinga. Mushlar ham tekinga avtobusga chiqmayapti. Men qilib beraman. Qaranglar, hozir yana bitta zo'r taklifimiz bo'lyapti.
akamizlar Rustam aka. Nima taklif bor aka sizda? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Shatlayapsizmi? Xo'p, qaranglar, Farhadskiy Chilonzorda 12-kvartal Novostroykamiz bor. Xo'p, bu yerda ikkita ikki xonali korobka holatda faqat общий 107 kvadrat, ikkalasi bittada sotiladi, burasi 40 ming dollar. Kadastr bir haftada chiqadi. Lokatsiyasi juda zo'r, dollarchilarni bilsanglar kerak. Farhadskiyda bor, o'sha orqa tomonida Novostroyka ishlanishdan qurilgan. Faqat korobka holatda buni misol uchun olgan odam hech qachon o'tkazmaydi. Yashashga ham qulay, arendaga ham qulay, lokatsiyasi ham zo'r, transportni razvyaska zo'r, infrastruktura juda ham kuchli, narxi ham yaxshi. Bemalol mana murojaat qilib, telefon nomerlari tagida bor. Telefon qilib, xudo xolasa sotib olsangiz bo'ladi. Men tushunishim bo'yicha 5-etajda ikkita kvartirani sotib olishgan, uni sotishyapti. Kattavalida sotib olgan va sotyapti. 5-etajga chiqsanglar, ikkita kvartirani yonma-yon turibdi, sotib olsanglar bo'ladi. Menimcha o'rtadagi devorni ochib olsang bo'ladi. Zo'r. Xo'p, yana bitta variantimiz bor, faqat hozir uni qog'ozga yozmadim. Juda arzon variant. Bu variantimizda joylashgan joyi O'rikzor Izza deyiladi. Izza bozor bor, temir bozor bor. O'shani oldidan 1 kilometr ichkari kirganda betongadan tashqarisida 3 xonali birinchi etaj, 4 etajga g'ishtli dom. Balkoni 1,5 ga 6. Endi uni hozir yozishga ulgurmadik, просто narxi juda ham arzon. 50 ming dollar bo'lsa berib yuboriladi. Ipoteka to'g'ri kelmaydi naqdiga. Lekin bitta no'sa, endi uni no deymiz ham yo'qmi? U Zangida tumaniga qarashli. Hatto bu yerda yana ikkita dom bor, Uchtepaga qaraydi. Bu endi eski domlar, lekin narxiga yarasha juda zo'r. 68 kvadrat, 3 xonali, полноценный dom. Uni hozir arendaga berib qo'yganmiz 350 dollarga. Puli kamroq, arzonroq uy qidirayotganligi juda zo'r variant. O'rikzorda uy so'raganlarga, uy qidirganlarga Yana tayyor kvartirani yana variant esimga keldi hozir paytda. O'rto'lda. Xo'p, O'rto'l bilsanglar, Zangida tumaniga qaraydi. Xo'p, stadion bor O'rto'lda, ziyoratgohidan 1 kilometr o'tganda o'ng qo'lda 4 etajli dom, 3-etajda 3 xona kvartira bor. 74 kvadrat. Narxi 53 ming. Juda zo'r narx, remont tayyor kirib yashaydigan uy. O'sha yerda o'zida yana 48 mingga uyim bo'lsa, 2 xonali birinchi etaj ham bor. 48 ming kvadrati 54 kvadrat. Narxi ham arzon. Shunaqa arzon variantlarni sizlarga yetib turamiz. Xudo xolasa, mana Akmal bilan birga ertaga yana oddiy hukm bor. Xudo xolasa yana arzon variantlarni sizlarga aytamiz, xudo xolasa. Qarab turinglar faqat. Tomosha qilib, esdan chiqarmanglar. obuna bo'lib qo'yib kuzatib turinglar. Xudo xolasa ertaga yana zo'r variant olib chiqamiz. Bugun shanba kunni statistikasiga shanba kunni kun taqvimini deymiz-mi? Shanba kunga bugungi holat shu bo'ldi. Uyda umrida birinchi marta uy olayotganlar bo'lsa, yoki ipotekaga uy olishga qiynalayotganlar bo'lsa, ipoteka bo'yicha qanaqadir sizga maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, Rustam akaning telefon nomerini yozib qo'yaman, sizga yordam beradi. Boshlang'ichga qanaqadir ma'lumot bera olasizmi ipoteka bo'yicha? Ipotekaga ko'plar oladiganlar juda ko'p. Hozirgi paytda puli qo'lga yetmaydi. O'shaning uchun ipotekada maslahat kerak bo'lsa, bemalol men nomerimni Akmal telefonga yozib qo'yadi. Telefon qilsanglar, men maslahatni beraman, chiroyli qilib. Bir xil keladi, uy nech pullik uy qidirayotganini o'zi bilmaydi. 60 ming dollar, 70 ming dollar uy qidirib kelishadi, puli kam bo'ladi. Lekin oyma-oy to'lov ham kuchi yetmasligi ehtimoli bo'ladi. O'shalarni men cho'tki hammasini tushuntirib beraman. Bizda banklar bilan aloqamiz bor, bir nechta bank bilan. Shuning uchun banklar bilan уже biz hammasini kelishib olganmiz. Bank to'g'risida yordam beramiz. Primoy bank bilan ishlaymiz. Orada vositachi o'rtada turadigan kompaniyalar bor, ular emas. Primoy bank bilan olasizlar. O'shanga maslahatlar bo'lsa, telefon qo'yasizlar. Men nomerimni Akmal tagiga yozib qo'yadi. Yozib qo'ysanmi o'zing? Da, yozib qo'yaman. Akaga bank masalasi bo'yicha ipoteka ikkilamchi, birlamchi nima masala bo'ladigan bo'lsa, akaga telefon qilib yordam olsanglar bo'ladi, maslahat olsanglar bo'ladi, tavsiya olsanglar bo'ladi. Shu hozir yana harakat qilaman, yana ikkita variantlar chiqarishga. Ketdi. Xo'p, mana yana bitta variantimiz svejiy keldi. Juda arzon, rayoniga nisbatan Chilonzor 3-kvartal
Oriented торговый центr prokuraturada o'tganda svetofor oldidan kirganda ikkinchimi, uchinchi dom, 2 xona 3-chi etaj. 1,5 ga 3 balkon, remontlar bilan. Xo'p, qarang, narxi 67 ming. Bu juda yaxshi narx o'sha joy uchun. Hozirgi paytda bu haqqi rost. Narxini endi o'zingizlar telefon qilasiz shu nomerga, yo'g'ini kelishaverasizlar, xudo xolasa. Bizda yana bitta variant. Qayerda? Xo'p, mana yana bitta variantda yaxshi variant chiqyapti. Xo'p, 2 xona 1-etaj, Do'mbrobod, masjid bor o'sha yerda. O'shani oldida joylashgan. 1,5 ga 3 balkon, razdelli xonalari, parkovka bor, ko'cha taraf tomondan отдельный vxodi bor. Ko'cha tomondan joy zo'r joyda joylashgan. Narxi 70 ming, sal kelishtirib beradigan joyi bor. Shu bu ham yaxshi variant. Sobir Akiyev Chilonzor metro juda ham yaqin. Arendaga berishga ham, keyin yashashga ham juda qulay joyda joylashgan. Sentrda joylashgan. Telegida nomerlari bor. Mana shu Telefon nomerga qilib gaplashaverasizlar. Mana variant. Yana arzonroq variantlar chiqib qolsa yana aytaveramiz. Hozir ko'rsatamiz. Sizlar aka assalomu alaykum. Hozir arendaga uy so'radilar. Kameraga tushmaysiz, shunda gapirib beringlar. Kerak emasmi? Uy olsanglar, uy sotib olaman desanglar, arendaga uy so'rasanglar, kelaveringlar. Uyga o'zingizlar tushmaysizlar, lekin mikrofonda gapirib bersanglar, sizlarga variant eshitadiganlar ko'p bo'ladi. Chunki videoni ko'rayotganlar ko'p. Sizni o'zingizga to'g'ridan-to'g'ri uy egalari aloqaga chiqishadi. Yoki nomeringizni men yozib olib qolaman. Uy egalari bo'ladigan bo'lsa, uy egalari bo'ladigan menga birinchi aloqaga chiqishadi. Sizni nomeringizni so'raydi. Keyin men sizga telefon qilib, ruxsat so'rab, keyin sizni nomeringizni ularga beraman. Nomeringiz tarqalib ketmaydi. Ayol kishi bo'lsangiz, erkak kishi bo'lsangiz, yoshi katta, yoshi kichkina farq yo'q. Nomeringizni yozib olib qolamiz. Bu yerda maqsad kimdir uyli qilish, kimdir mushkulini oson qilish. Bo'ldi. Bu yerda boshqa gap yo'q. Bugungi syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi chislo 8-avgust 2026-yil. Odamlar kamayishni boshladi, o'sha asr bo'lyapti. Olaman. Bo'ldi. Tamom, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Tuzimisiz? Siz yaxshimi? Men shuni ko'p qo'yibdi. Omonmisiz? Tuzimisiz? Alhamdulillah. Nima sotyapsiz aka? O'zimni uyimni sotyapman. Qayerda joylashgan? Necha sotu mashinami? Choshtepa garda. Ikkalam o'zimniki, bittasini sotyapman-da. Buni sotsam bu qoladi, buni sotsam bu qoladi. Bo'ldi, хорошо. Bir chekkadan ma'lumot beramiz, bo'lmasam qaranglar. Uchastka Leninuz qayerda? Leninuz yangi yo'l boshlanishi. Zangioта Zerodegohdan 4 kilometr o'tganda, yo'l yuzidan 500 metr. 500 metr ichkariga. Havasda olib turganda. 1,5 sotik 2 xona. Tayyor yashash. Tayyor yashasa bu bittasi tandirxona, bittasi bitta xona. 21,500 boshlang'ich narxi kami bor. Tushib beraman lekin. 20 dan ham sal tushib beraman. 20 dan ham даже o'tadi. Azim o'tib beraman. Srochniy-da shuning uchun. Choshtepa. Fasadi 10 dan oshmayman buni. Fasad o'zi 10 metrdan oshib fasad. Buni buzib qayta qursa ham, xudo xolasa, buzib qursa ham bo'ladi, kirib yashab tursa ham bo'ladi. Eskiroq hovli lekin. Jani zo'r, cho'tki yevro remont emas, oddiy remont, kosmetika. Tushunarli. Bu korobka Choshtepa Garden, qimmat dom bu. 1 tonnali liflari bor, britanskiy dom. 4500, 41,5 mingga berib yuboraman. Srochniy korobka, bir xonani puli ham emas. Bir xonani puliga berib yuboraman почти. Zo'r. Buni kadastri chiqimida aka endi. Mana shu oyda chiqadi. Xudo xolisa, hozir asfalt qilishyapti, уже qolmagan. Hozir отдел продажа borib so'rasa, sotilib bo'lgan, 2 xonali qolmagan. 3 xona, 4 xona, 2 xona, 3 xona, 4 xonada o'zi. Bir xonali domlar yo'q. Rasmlari ham bor. Отдел продажа tashib qolmagan deyaptilar akamiz, lekin akamizning uy bor ekan 2 xona, 5, 6, 51. 1 tonnali liflari bor, 51 kvadrat. Liflari bilan. Chiroyli dom, qimmat dom, kirpishli dom. Ismingiz nima edi aka? Abubakar. Abubakar aka, mana shu nomer sizlarmi? O'zimniki. Kelishtirib berasiz, ikkalasini ham. Xudo xolasa, makler akalarimiz aloqaga chiqishadi, nasib qilsa. Xaridor bo'lib qolsa, meni unutmaysiz, sumchisi bormi? Albatta bor. Abubakar aka. Albatta bor. Barakasini bersin. Amin. Nima yana ma'lumotimiz bormi beradigan yoki? Ma'lumotim metroga 700 metr. 700 metr. Metroga 700 metr. Choshtepa Garden. Britanskiy dom, 1 tonnali lifi bor. Zo'r domda xullas. Yo'lga 30 metr shunday. Ularni katta yo'ldan o'tadi. Maktab, bog'cha, masjidga 200 metr, metroga 700 metr. Tushunarli. Har tomonlama qulay, har tomonlama zo'r. Zo'r yo'limiz ekan. Yo'l yuziga katta yo'l yuziga, bu betonka tarafda emas, bu yoq Choshtepa. Ichkaridagi. Glavniy yo'ldan 30 metr. Mana hovlisi bor, hovlisi ham bor. 10 dan shu fasad. Srochniy. Xudo xolasa sotamiz. Ertaga yana men bozorga chiqaman.
akaga telefon qilaverasiz. Gaplashavering aka, mikrofon olaman. Bo'ldi aka, telefon qilishasizga xudo xolasa. Bo'ldi. Aka rahmat. YouTube'ga Maksar Akmal deb yozing, orasini ochmasdan hozir qarang chiqadi. Bugun kechga xudo xolasa bu variant qo'yib yuboraman. Xudo xolasa. Xo'p aka, barakasi bersin. Akaga telefon qilaverasiz. Abubakir akaga qaranglar, yangi yo'ldan 20 ming dollardan tajribamiga berib yuboraman deyaptilar. Ha, yana nima taklif bizada? Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Bugun ketyapmiz, bozorimiz tugadi. Qolganlar qoldi, men ketaman. Ko'rsatilgan joylarim bor. O'sha yoqqa o'tib kelamiz. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Shunaqa. Bering. Qushbegida mana variantimiz bor, chiqyapti. Mana qaranglar, 3 xona, 8-chi etaj, 9 etajga novostroyka. Kadastri bormidi aka buni? Remont qanaqa? Remontdan chiqdim. 97 ming deyotgan ekansiz. Kami bormi? Kami bor. Kelishtirib berasiz. Sunnatiga o'tadi. Orientir nima aka buni? Xushbegi salar. Betonka, ha. Suv bo'yi. Ha, O'sha o'zida. Akaga telefon qilaverasiz. Remontlari bor. Kadastrlari bor. Zo'r. Telefon qilaverasiz aka. Ismingiz nima edi aka? Shuhrat akaga telefon qilaverasizlar.